Tug'ilgan kunda hammani tabriklab, har xil guldastalar, uni ustiga ana shapildoq, paqildoqlar sepiladi-yu. Undan keyin hamma joy mana shunaqa rasvo bo'lishi mumkin. Bizga esa aynan chang yutgichi zo'ri asqotadi. Qarang, hech narsani qoldirmadi. Yana buni zo'r tomoni bilasizmi nimada? Zo'r tomoni shundaki, aynan chang yutgich changni yutadi, changni chiqazmaydi o'zidan. Keyin buni tagida suvi bor. Suvga yig'adi, g'ubor. Mana hozir tomoshabinlarimiz ham ko'rishlari mumkin. Bemalol mana hamma changni mana bu suv toza edi, toza. Mana hozirgi kunda barcha changni bir joyga jamladi. Ayniqsa allergiyasi borlarga ham juda ham foydali. Shunday. Chunki changdan rosa allergiya bo'ladiganlar ham bor-ku. Endi bu chang yutgichi yana bir zo'r tomoni bor. Aynan faqatgina uyni tozalab, yig'ishtirib chang yutgichi sifatida foydalanmaysiz. Shlankalarni olib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin o'ziga yarasha funksiyalari bor. Uni ham bosib, orqa tomonini ochib qo'ysangiz, keyin esa osvejitellari bor. Ularni ham suvlarga qo'shib qo'ysangiz, ular aylanib, havodagi changlarni ham o'ziga tortib, xonani haroratini juda ham tog'. Rahmat. Tog' havosidek atmosferasini beradi. Atmosferasini juda toza, baraka topsin Chang dunyoda. yutgichshunos bo'lib keting aka. Qarang, shuncha ma'lumot